Nima uchun butun jahon sog'liqni saqlash tizimi hozirgi paytda Hanta virusini yoki undan ozgina oldin Hindistonning Nepal virusini vahima panika qilib chiqdi. Bilasam, asosiy sabab bu mening shaxsiy fikrim. Ya'ni bu viruslarga nisbatan hali vaksinatsiya yo davo choralarini to'liq o'rganmagani uchun. Misol tariqasida aytaman, Covid paytida ham panika qilindi, unga qarshi vaksinatsiyalar qilindi va u vaksinatsiyalardan, masalan, Yevropadagi vaksinatsiya Pfizer'lardagi salbiy asoratlarni ogohlantirib qayta olindi, yurak tizimiga ta'sirini va hozirga ham bu viruslarga qarshi tekshiruvdan to'liq o'tkazilmagan, bunga ancha yillar kerakligini bilgan holatda insonlarni ehtiyotkorlikka chaqirish holatida vahima qilyapti. Va bu narsada men o'zim shifokor tavsiya maslahatim nima qilish kerak bo'ladi? Ya'ni birinchi o'chirtda bu virusning boshqa virus ertaga chiqqan hamma virusda shaxsiy gigiyenaga rioya qilish. Ya'ni kerak, qo'rqasiz, vahima qilyapsizmi? Insonlar yig'ilgan joylarda, kasallar bor joyda maska taqinglar. Va ikkinchisi, shaxsiy gigiyenada yuvib ishlatinglar. Hamma mahsulotlarni yuvib ishlatinglar, qo'llarni yuvib ishlatinglar va sizda hech qanaqa virusni uyingizda o'tirgan joyda kirib qolmaydi. Covidda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Hech kim uyiga taqlatmasa kirmagan. Ya'ni kasal inson olib kelgan uyga kontaktda bo'lgan maskasiz. Bu meni pulmonolog shifokor tavsiyam. Vahimaga o'rin yo'q inshaalloh.